Hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Hozir mana bugun bizga Spark 1.25 korobka moyni almashtiryapman. Xullas, paddon yechuvdim. Filtr ham tushib ketgan ekan. Yaxshi o'xshamaydi. Yemam ichida nagar qaranglar. Вообще. Shivoy stokam necha ming yurdi mashina? 94 ming. 94 ming. Bir marta almashtirilgan. Xullas, filtr joyiga qo'yishmagan. Keyin ustalar agar ko'rayotgan bo'lsanglar germetikga o'tkazilgan. Bu o'zi germetikga o'tkazilmaydi. Chunki prokladkan o'zi ushiydi. Hozir buni hammasini tozalab, qirib magnitlarni yuvib magnitlarni yuvib cho'tka qilib beramiz. Xudo xolasa, kimga shunaqa xizmatlar bo'lsa kelaverasizlar. Germetika kerak emas degan sababimiz mana koroslar va germetikalarni tozalaymiz. Agar germetika bo'lmay prokladkamiz bo'lganda, shuni bittadan artib, yangi prokladka qo'yib qo'yardim. Niyati bu. Mesela urmasida qolgan bo'lishi kerak. Paddonni yechgan bilan baribir turibadi ichida. Oqqan oqadi, filtrsi maksimum qilish emas, 4 litrga 2 mashina chiqish kerak. Qora bo'lib ketgan bu. 90 ming bo'lgan, bir marta alishgan o'zi 40 ming yo'qdi. Mana cho'tka bo'lib tozalandi. Keyin hech qanaqa germetika kerak emas, shunda o'zi yopishtiriladi. Paddon chistiy bo'ldi, top-toza bo'ldi. Hozir ekan endi filtrlarni yig'ib yo'g'ida mana magnitlar hammasi joy-joyida. Hozir chistiy bo'ldi. Taqamiz. Yangi prokladka qo'yiladi. Va albatta filtr.